Hammaga xayrli kun. Assalomu alaykum Mahmud o'z kanalining obunachilari, akalar, ukalar, hoji ota, hoji onalar, opalar, singillar. Xudo xolasa Andijon viloyati Xo'jaobod tumani Xo'jaobod Chorva bozoridamiz. Hafta kuni shanba 25-iyul 2026-yil. Akalar, xudo xolasa bugungi va'da qilingan navbatdagi videomizni obzorini boshlayapmiz. Xudo xolasa yosh ko'chat novvoslar haqida ma'lumotlar bo'ladi. Akalar, xudo xolasa inshaalloh qo'ldan kelgancha manfaatli video qilishga harakat qilamiz. Agar sizga videolarimiz manfaatli bo'layotgan bo'lsa, foydali bo'layotgan bo'lsa, siz qidirgan, siz xohlagan videolar xudo xolasa sizga taqdim qilinayotgan bo'lsa, akalar bitta layklarni bosib, inshaalloh kanalga obuna bo'lib qo'yasiz. Agar obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsangiz, keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun ham xudo xolasa obuna tugmasini bosib, qo'llab-quvvatlab turadigan umiddaman. Akalar, xudo xolasa biz boshladik. Yosh ko'chat ma'lumotlarni berishdi. Aka, hormanglar, charchamayapsizlar. Nechta bor aka? 3 ta aka, o yerda bittasi bor aka. 3 ta. 14 erishyapti akalar. Savdosi bo'lyapti, og'asi. 14 berilyapti bunga aka. Nech pulga? 14.8 ga. Undan ham xayri kam bormi aka 14.8 ga? 14.8 ga oling desam 14 14 beryaptimi? Aka, bularchi yoshlari qanaqa bulardi? 14 dan kami bor. 3 oy turayli bo'lsalar xudo. Mol qayerdiki aka? Bu Anjonniki aka. Anjonniki, xudo xolasa. Aeroportda oldida. Dehqonchilikmi aka? Tirikchilikmi? Olib sotamiz aka. Ha, xudo xolasa tirikchilik ekan akalar. Xo'p. Ammo Sodiq aka gapiring, shatiri bitta bayon chiqdi aka. Orqa ketlari. Sotay aka. Bunga 14 million. 14 bering kami bor. Aka, menga 14 qancha dedingiz? 8 dedingizmi? 8 ga oling dedim, akalar 14 deyapti aka. 14.8 ga xudo xolasa xayri kam bor deyapti. Beraman, ozgina berasiz. Maqsad sotish. Aka, menga 2 oy qancha pul aytdingiz? 14 dan bering. 14 dan xudo xolasa xayri kam bor. 13.5 bering, oshtoga rozimisiz? Maqsad sotish hozir Aka, onlayn savdo bormi? Ha, aka, ber. Telefon qilishsa bo'laveradimi aka, xudo xolasa? Telefon nomerlar aka. 93lik 833 77 75 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, xudo xolasa bemalol akani o'zidan ma'lumotlarni olib, onlayn savdo qilish imkoniyatlari bor. Xo'p, keyingi videoga aka bozoringizni bersin. Xo'p, aka, rahmat. Oshtoga nechta ekan? 4 ta, xudo xolasa. Xudo xolasa 1.10 plusga 1.5 1.10 plusga 4 ta novvoslar, xudo xolasa. Orqa ketlari, bellari, qorasidan so'raganlar. Oshtoga nech pul deyapsiz bularni? Meni maqa chiqarib Oshtoga narxi nech puldan bo'lyapti? 16.5 dan kam bor deyapman. To'rovga ham bir xil narx bo'lyaptimi shunda? Oshtoga Qo'rg'ontepa nimalar deyapsiz? Yeb ishlari salomatchiligi. Bir hafta 10 kun savol javob bo'laveradi, xudo xolasa. Onlayn savdo telefon nomeri telefon qilsa bo'laveradimi? Bo'laveradi. Telefon nomerlar. Aka, 17 kam bor deyapman. Telefon nomer 91lik 91lik 604 604 90 53. Narxlarni tanishtirib qo'yinglar aka, nech pul bu? 16.5 dan qo'yishingizda kam bu. Bir joyga olaman 16.5 dan. Donaga olaman desachi? 17 dan kami bor, xudo xolasa. Bozoringizni bersin. Aka, sizda nechta bor ekan? 5 ta. Bu 5 ova, xudo xolasa. Orqa ketlari, xudo xolasa turishlari o'ta go'zal. 15 dan 2 ta, ha, ikkovi. 16.5 o'zi. 17.5, 18.5. Mollar qayerdiki aka? Anjonni o'ziniki, xudo xolasa. Onlayn savdo telefon nomerlari aytaveramizmi aka? Onlayn savdoga telefon nomerlar? Necha aka? 93lik 416 77 75 telefon nomerlariga aloqaga chiqib, bemalol onlayn savdo qilish imkoniyatlari bor. Aka, bozoringizni bersin, charchamanglar. Keyingi videolarga o'tamiz. Mahmud Us aka.
Hozir ko'tarsan maylimi? Xo'p. Xo'p. Keyingi videolar. Aka sizdanmi? Nechta bor aka soni? 14 ta qoldi. 14 ta qoldi, xudo xolasa. Mana ko'raverasizlar. Mana bu go'zallardan ham bor. Qo'yiq suvi nech pul deyapsiz aka? Mana to'loviga. To'rov uchoviga aka. uchoviga. 17 dan kam bor. Kam bor aka. 18,5 kam bor, xudo xolasa. Narilari aka 18,5 dan kam bor. 18,5 dan kam bor, boshdan oxirigacha ketaveradi, xudo xolasa. Hammasini bitta joyga oldim desa-chi, aka nech puldan chiqadi? 17,5 dan xayri kamiga, xudo xolasa, ziynatiga o'tiladi. Andijon mollarimi aka, qayerda mollari? Bo'zdiki. Telefon nomerlar aka, aloqaga telefon qilishsa 94lik 438 438 4422. 4422 telefon raqamiga telefon qilib, bemalol akani bizdan ma'lumotlarni olib, onlayn savdo qilish imkoniyatlari bor. Aka, bozoringizni bersin, charchamanglar. Akalar ma'lumotlarini xudo xolasa imkon qadar qo'ldan kelgancha berish harakat qilyapmiz. Xo'p. Bu yoqqa o'tamiz. Aka, hormanglar. Ma'lumotlarni olsa bo'laverami aka? Bo'ldi, xudo xolasa. Soni nechta aka? Aka 4 ta biz. 4 ta, xudo xolasa. Akamizga berdi. Akam ko'rsatmay qo'yarasiz o'zini. Ha, bu sotildi, xudo xolasa. 20 million 800 ga. 20 million 800 ga akalar mana shu mol sotilibdi. Shved bezagimiz, xudo xolasa. Hozir shunda 3 ta qolyaptimi aka? Shep, 3 ta qoldimi? Hozir 3 qoldimi? Narxi bu nech pul aytyapti kerak aka? 18,5. Keyingisi aka mana. 20 kami bor, xudo xolasa. Bunisi aka nomallasiga. Bu ham shunaqa. Aytilgan narxlar muhim emas, kam bor aka, xudo xolasa, o'tib beriladi. Mol qayerdiki aka? Yo'q aka. Qori mollar qaydiki? Ha, bu ham bo'zdiki, xudo xolasa. Onlayn savdo bormi aka? Akalar, xudo xolasa, hozir telefon nomerlarini olish harakat qilib ko'ramiz qiziqqanlarga. Bo'ylari 1.15 plyusda, ikkovi 1.20 plyusda, xudo xolasa. Aka, onlayn savdoga telefon nomerlarini aytaveramizmi? Onlayn savdolarimiz yo'q ekan akalar. Ma'lumotlarni imkon qadar beryapmiz. Xo'p. Qarab beramiz. Bozorda mol ko'p akalar. Ana hozir yosh ko'chatlardan xudo xolasa agar ma'lumotini beramiz. Ash tomonga o'tib ketyapman akalar. Mahalliy shvedlardan so'ragan akalarimiz, ukalarimizga hozir ma'lumotlarni beramiz. Aka, hormanglar. 3 tami aka? Yebish salomatliklar aka, xudo xolasa. Bir hafta 10 kun savol javob bo'laveradi. Mol qayerdiki aka? Asakaniki. Tirikchilikmi aka, xudo xolasa? Tirikchilikka. Aka, narxlarni nech pul aytyapsiz? 17 kami bor. 23 million kami bor. 16 million kami bor. Aytilgan narxlar muhim emas, xayr ziynati bor aka, xudo xolasa. Xo'p, tuyoqlar. Tanlanlar, mollar, kimchoqlar, oq quloq, oq qo'shib so'raganlarga akalar. Bu o'zi aka, to'qolmi o'zi? To'qolidan so'ragan akalarimizga, xudo xolasa. Aka, onlayn savdoga telefon nomerlar berilaverami? 93lik 094 0190 4 094 0194 94 ga, xudo xolasa. 24 soat ishlaydi, xudo xolasa. Akalar bemalol o'zingiz vaqtingiz bo'lganda onlayn savdo qilish imkoniyatlari bor. Aka, dastlabkilar chiqaverammi? Qayergacha chiqadi aka dastlabki? Vodiy bo'ylab chiqaveradi. Vodiy bo'ylab chiqaveradi, xudo xolasa. Akalar, dastlabkilari vodiy bo'ylab chiqaverar ekan.
Tog'diyag'iga Toshkentga voqea so'raganda kelishgan holda yoqqa ham chiqaradi, xudo xolasa. Aka, bozoringizni bersa nechta bor edi aka? Yana bor deyapsiz. Bular hammasi shu hammasi, xudo xolasa. Oxirigachami? Ha, 3 ta. Ha, 4 ta. Hozir ma'lumot orqaga o'tib so'rayman aka, xudo xolasa. Xo'p, akalar, orqa ketlari. Aka, aytaverasiz narxini bularni? Qo'yiq suyi 16,5. Agar ichidan tanlab olaman desa-chi? 16 dan? Yo'q, qo'yiq suyi qancha dedingiz? Qo'yiq suyi 16 dan kam bor. Tanlab olaman degan bo'lsa, 16,5 dan kam. 16,5 dona yolaman desa, qo'yiq suyiga 16 xudo xolasa. Xayr kami bor unda ham, ha? Telefon nomerlari o'zgarmaydi, shunga telefon qilib so'radi, xudo xolasa. Bozoringizni bersin aka, charchamanglar. Aka, hormanglar, charchamayapsizlar. Nechta bor aka? 4 tami? Bo'lmasa hozir. Shunday joytorlik qilyaptilar. Orqa chetlaridan ko'rsatib qo'yamiz akalar. Yo'llari. Endi bellarni xudo xolasa. Aka, nech pul aytyapsiz narxini? Mana 14 kami bor dedingizmi? Bular uchovi 16 dan, xudo xolasa. Ham 14,5. Ha, bu 14,5, 16,5 dan ikkoviga. Yebish salomatchiligi aka, xudo xolasa bir haftadan keyin savol javob bo'laveradi. Mollar qayerdiki aka? Asakan. Asakani mollari, xudo xolasa. Onlayn savdo borlarga qiziqqanlarga telefon nomer beraveramizmi? Onlayn savdomiz hozir imkoniyatimiz yo'q ekan akalar. Ma'lumotlar sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa davom etamiz. Aka, nechta bor? Ikkova, xudo xolasa. Onlayn savdo bormi? Telefon qilishsa, qiziqishganga beraveramiz, xudo xolasa telefonga ham. Nech pul aytyapsiz aka ikkovini? 14 dan kami bor donaga. Jupiga 28 million narx aytishyapti, donaga olaman desa 14 million kami bor. Mollar qayerdiki aka? Segazaqum, Sharxona, xudo xolasa. Aytilingan narx muhim emas aka, xudo xolasa, xayr ziynati bor, kami bor. Dastlabki xizmati chiqaveramiz, xudo xolasa. Qayerga chiqadi? Qayerga chiqadi? Andijonga, vodiyga, vodiy bo'ylab, xudo xolasa. Telefon nomerlarini aytaveramizmi aka? 77lik 280 3182 telefon nomerlariga aloqaga chiqib bemalol onlayn savdo qilish imkoniyatlari bor. Akalar, ukalar, hoji otalar, agar sizga shunaqa rasmiy, shunaqa nasllar, shunaqa parodalar tushadigan bo'lsa, bemalol onlayn savdo qilish imkoniyati. Dastlabkilar xudo xolasa vodiy bo'lib kelishilgan holda chiqaveradi deyapti. Aka, bozoringiz bersin. Charchamanglar. Xo'p. Bunaqa yosh ko'chatlaridan. Kichikroqdan so'ragan akalarimizni. Akasizlarmi? Nechta ekan aka mana shular? 10 ta bor. 10 ta bor, xudo xolasa. Yebish salomatchiligiga bir hafta 10 kun. Bir hafta savol javob bo'laveradi, xudo xolasa. Aka, mol qaldiki? Aka, Anjonniki. Anjonni o'ziniki. Segazaqum. Segazaqum Sharxona. Xudo xolasa. Narxlar nech pul deyapsizlar aka? Kichkinasini aka 14,5 kami. Mashchakadagina 14,5 kami bor, ha? Ikkoviga, xudo xolasa, bungachi. Bular uchovi 16 dan. 17,5 dan kam. Bular 17,5. Mana 16,5 dedingizmi? Yo, 16 mi? 16 ni o'zi ekan, 16 dan kami bor. Akalar 14,5 ikkoviga. 16, 17,5 mi? Xayr ziynati bor, xudo xolasa. Aytilgan narxlar muhim emas, xudo xolasa aka. Aka, dastlabki To'roy 16 dan so'raldi, bozoringizga, hisobingizga yetmadi. 15 dan. Aka, onlayn savdoga telefon nomerlar beraveramizmi aka, xudo xolasa? Nechchilik aka? 94lik 430 30 93. Aytilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, telefon qilib, bemalol qolgan ma'lumotlarini so'rab, surishtirib, akalar onlayn savdo qilish imkoniyatlari bor. Bemalol. Xudo xolasa. Aka, bozoringizni bersin. Charchamanglar.
Xo'p, mana bu shved so'ragan akalarimizga xudo xolasa shved. Bu nemisga ham o'xshaydi ekan xudo xolasa. Hamma go'zal ekan. Mana mashina 22 million beryapti. Mana shu beryapti. Shvetsiya. Siz so'rayapsiz. 25 million deyapti. 25 so'rayapti ekan xudo xolasa aka. Nechta aka bunaqa? Bormi nechta yana? 20 ta bor. Bunaqadan 20 ta bor uyda xudo xolasa. Nomerni aytib. Aka nomerni aytaveramiz. Yo'q, yo'q aka. Nomer yo'q. Men bayga Qardonlar bo'lib turibsiz-da. Aman ha, bo'ldi. Ammo mol o'ta chiroyli. Qanaqada bu? Ey go'zal, moling bormi desa, bor degani mashina. Ammo tonlari 100 kerak ekan. Hamma yo'q u. Xudo xolasa. Ammo 25 million. Hozir qori nechta bor bundan? Shu to'rtta. Bular hammasi sizdanmi? Onlayn savdo bormi? Telefon nomerlari aytilaverammi? 94lik 673 3888. Ma'lumotlarini aka so'rasak, bular aka qancha necha oylik bo'ldi? 6 oylik a? 5 oylik desam, 5 oylik xudo xolasa. 25 million kabi bor. Kattaga. Bo'sigacha aka. Bu ham 25, o'sha kerak. 25. Bular hozir akalar tushungan odam tushunadi, bo'yiga aytilmayapti narx. Mana turishiga, holatiga, nasliga shvedligiga aytilyapti. Bo'yiga e'tibor bermaysiz, tuyog'iga, keyin mana aka qoniga, korobkasiga e'tibor berib qo'yasiz akalar. Onlayn savdolar va telefon nomerlarini aytib o'tdik. Mol qayerdiki aka? Qorasuv. Dastlabki xizmatlari bormi aka kelishilsa? Qaygacha Andijon bo'yicha chiqarammi yo vodiyga? Vodiy bo'yicha xudo xolasa aytilgan nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqib, narxini kelishib qolsangiz xudo xolasa vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlari bor xudo xolasa. Akalar, ukalar, hoji ota, hoji onalar xudo xolasa qo'ldan kelgancha, Alloh qodir qilganicha sizlarga ma'lumotlarni berish harakat qilyapmiz. Bozorda mol ko'p. Meni vaqtim bo'lgan bilan akalar sizlarning vaqtlaringizni uzoq olmaymiz. Qo'ldan kelgancha qisqa video qilish harakat qilyapmiz. Kanalni kuzatishda davom eting. Ma'lumotlar aka sizga foydali, manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta-bittadan layklarni bosib, xudo xolasa kanalga obuna bo'lmasan kuzatayotgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'yasiz akalar, xudo xolasa, chunki bundan keyingi videolarimiz bundanda qiziq, manfaatli bo'ladi xudo xolasa. Akalar o'tizga vaqt berib bo'lasiz, keyingi videolarga o'tamiz xudo xolasa.